Biz Toshkentdan keldik. Yo'llarimiz ham zo'r kulolchilik ham nima o'tkazadilar. Shoir kanalini просто ular burasi tavsiyalar, mashina ko'rdim. Videolarni ko'rsatib boradi. Yaxshi bo'ladi. Bizga ham biz o'quvchilarimiz ham ko'rsin. Milliy san'atimizni o'qituvchi to'g'risi shoir kanalida ham anonslar bo'ladi, xususanliklar bo'ladi. Yaxshi o'qituvchilar bilan o'zlari pul gaplashib nima qanaqa atmosfera bizlar esimizdan ham chiqib ketishi mumkin edi. Ular har eslatib turib boshqa qildilar. Kichkina savol bizdan. Bu hozir kulolimiz kelganda sizlarga rosa ham zo'r kulol kelgan. Rishtondan kelganlar. Ular o'zlari qilishgan. Ular Rossiya, Yevropaga eksport qilishgan. Hayajonda kutib oldik bahorni, ko'zlarda sevinch, qalblarda nahorni. Yonib yonib dillarda sevinchlar, qalblarda shirin shirin xayollar. Quyoshdan go'zal nurlar sochilar, bog'larimda ochildi gullar. Ko'k bog'laringda go'zal g'unchalar yonadi yonadi dilgida. Bahor bahor kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Bahor 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 kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Dehqon bobolar mehnat mo'l bo'lsin, zaminimiz doim nurlarga to'lsin. Vatanim jonu dilim o'zbegim, bag'ringda insonlar yayrab kulsin. Yurtboshimiz bor, yurtimiz tinchdir, osmonimiz musaffo va tiniqdir. Bag'ringda o'sgan go'zal g'unchalar yayraydi yayraydi shunchalar. Bahor bahor kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Bahor 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 kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Bahor maktabdamiz. 43-maktabi rahbarlari, zam direktorlari, o'qituvchilariga juda ham katta rahmat demoqchiman. Nimaga? Chunki bu kulolchilik darslari bolalarga juda ham foydali. Faqatgina motorika, bu sensorika emas, balki bolalarda qadriyatimiz, bizning tariximiz ga bo'lgan muhabbat oshadi bolalarda va bu narsalarni o'rganishadi. Chunki borgan sari kulolchilik yo'q bo'lib ketyapti va odamlar esdan chiqib ketyapti nimaligi haqida. Bolalar bilishmaydi shu narsalarni. Biz hozir mana Toshkentdan kelib shu narsalarni qilamiz. Maktabga juda ham kattakon rahmat, tashkillashtirgan rahbarlarga, Dilshod akaga va boshqa ularning xodimlariga rahmat.